Assalomu alaykum. Qo'y qo'zi, qo'chqor ishqibozlari, chorva ishqibozlari. Mana bunaqangi hayvon bozorlari narxini bir qo'ldan kelgancha Xudo xolasa yoritib boramiz bugun. Bugun hafta kuni yakshanba 13-aprel. Namangan shahar yoshlik baraka bozoridamiz. Xudo xolasa qo'ldan kelgancha narxlarni yoritib boramiz inshaalloh akalar. Bu yoq qo'chqor bozori, bu yoq xunojin bozor akalar. Mana shu ikkita turgan bitta ola bitta qora xunojinda akalar 20 million, 24 millionmi, 28 million narx aytayapti ekanlar. Ikkitasini 20 million 500 mingga bermoqdilar. Bular nech pul deyapsiz bular? 17 da. Mana chekkadagisi-na? Mana o'rtadagisi-chi? 14 dan kam. Ikkitasi 14 dan kam bor, ha? Shundan shug'ullanasizlar xunojimdan, ha? Nomerni aytib qo'ying, xolos Alloh qashi. Hop, 912 23. 912 23 ekan akalar, xudo xolasa aloqaga chiqaverasizlar. Bu yo'g'i akalar o'zimiz qo'y bozorlari bilan. Assalomu alaykum aka, hormat. Charchamayapsizmi? Sizlarningiz yaxshimi? Qo'chqorlarni go'zallanib kelibsiz aka? Voy, maskana. Nech puldan deyapsiz aka bularni? Bir joyga 6 dan so'raydi. Qayerdaki bular? Tagi. Namangan Begavot. Begavodniki. Tagi Qirg'izistonda qo'yish kerak, ha? Qirg'iziston kelgan. 6 dan kami bor. Ha, 6 dan kami bor. 5 ta sariq, 5 ta qora ekan, ha? Go'zal ekan qo'chqor, yiriklar ekan, ha? Chiqqani bormi aka? Eshigi bor. Ha, sariq, ha? Endi chiqardi. Endi chiqaribdi akalar. Go'zal ekan, yuzlari ham tiniq ekan, akalar arashanga tortgan qo'chqor ekan. Xo'p, nomerni aytib qo'ying aka, Alloh xolasa aloqa chiqishaveradi. 93lik. Hop, 642 2780 6 bo'ldi. Bo'lib turgan narx qanaqa bo'lyapti aka bitta narxni? Hozirgi narxi 5 dan so'rashadi. Nechtasini? 10 ta. 10 tasini 5 milliondan bermaydi. Gap yo'q. Go'zal ekan qo'chqorlar ham. Ya bular nech pul deyapsiz? 46 dan kam. 46 dan kami bor. 4 million 600 ming so'mdan kami bor ekan akalar. Yo'q, qurollar, qo'chqorlar, mana yiriklar qo'chqordi mana. Qirg'izistonda qo'chqorlari. Lamaga urma. Siz yaxshimi? Siz charchamayapsizmi? Qo'chqorlar 10 tamida soni? Qo'chqorlar soni 10 ta. Narxi qanaqa aka bularda? Narxi 8 dan kam bor. 8 milliondan kami bor. Kilaga ham berilaveradi xolos, ha? Kelishilgan holda-da, nimanda qilmasin? Ular kilaga. Ha, ama qo'ylar haqiqat tiniq ekan akalar qo'chqorlar. Soni 10 bosh toza Qirg'iziston bishkek qo'chqorlar akalar. 8 milliondan kami bor narx aytyaptilar, xudo xolasa aloqa chiqsalar kelishtirib, kilaga kelish qo'ysa ham bo'laveradi akalar. Eslari ham normal, nosh qo'ylar. 3 kilo chiqarsa kerak, mana shu aka. 100 avvalda. 90 gramdan 3 kilo avvalda akalar qo'chqorlar. Aka nomerni aytib qo'ying bularga bir aloqa qilishadi. 95lik. 801 39 37 akalar aloqa chiqarasizlar. Ular haqiqiy gigant ekan. Zotga qo'yga qo'shgani hammasidan bor variant. Xudo xolasa. Beramiz. Juda go'zal. Hormat aka, assalomu alaykum. Charchamay. Yaxshimi? Charchamay turibsizmi aka? O'zlar qayerdagi aka bular? Tagi Qirg'izistonniki. O'zimizda ozgina boqilgan shikiliga bular, ha? Ozmoz yemlangan aka o'zimizda. Ham narxi nech pul aytyapsiz aka bularni? 4,5 milliondan kami bor, kelishadigan joyi bor akalar. Xolos aloqa chiqarasizlar. 11 qo'ylik-a? Aka nomerni aytib qo'ying, xolos aloqa chiqaveradi. 94 Hop, 248 248 74 274 akalar aloqa chiqaverasizlar, xudo xolasa emlashga tayyor variantda.
Ana ikkita qo'zi baraka bo'ldi. Hoji boy ikkitasini oldingizmi? Nech pul bo'ldi? 48. 4 million 800 ming so'mga. Qo'chqora ikkitasi ham. Bittasi urg'ochiga akalar. Baraka bersin. Ay, ikkitasi baraka bo'pti bular aka. 3 million qancha dedingiz? Oka bilishadi. Hoji boy nech pul bo'ldi chuqu? 3 million 900 ming so'mdan. O'tgan eski qo'zlar akalar barakani bersin. Go'zal bo'pti. Onalar 9 tasi baraka bo'ladimi? Ayda 9 ta akalar ertaga qo'zlar 6 oy 7 oylik qo'zlar 9 tasi 25 millionga baraka bo'pti. Boya ko'rdim bularni. 9 tasini 25 million so'mga baraka qildi. Qo'zlar yaxshi yiringlagan qo'zlar ekan. Alloh baraka bersin. Bo'ladi, yotaversin. Yo'q, yana bu yilgi barra qo'zlar akalar. Nomerni ham qo'yaymi jo'ra? Bo'ldi. Nech puldan deyapsizlar bular? Necha oylik atrofida? 3 oy 4 oylikda. 3-4 oylik atrofida. Nechtasi baraka bo'ldi Akmalxon? Ikkitasi. Nech pulga? 5 million 500 ming so'mga mana shu ikki o'nda. Ikkovi qoralar, 5,5 million. Akam optilar, Alloh barakani bersin. Bo'ldi. Ana bittasilar torting chiqarib ko'rsatib qo'yinglar. Mana 5,5 million so'm bo'ldi, 5 oylik atrofida qo'zqorlar. Ammo qo'zlar ham yiriklab qo'ygan ekan, qo'yib qo'ygan ekan. Bu yoqda yana qolgani bor akalar. Hop, nech puldan narx aytyapsiz bularga? Ular 3 dan deyapmiz. 3 milliondan kami bor ekan, Alloh xohlasa aloqa chiqaverasizlar, go'zallari. Nomerni aytib qo'yinglar. 93lik Hop, 052 hop, 1777. 70. Yana bor bundan tagisi. Tagi bor-a? Bo'ldi, aloqa chiqaverasizlar. Bu yoqda akalar yana eski qo'zlar 11 oylik, 12 oylik atrofida. Mo'rdin akamizni qo'roqlaridamiz, deb qolsa. Nech puldan aka bular? Aka bular bir joyga bo'lsa 42 dan qilib beramiz. 4 million 200 ming so'mdan. Toshkentgacha dostavkasi. Toshkentga dostavkasi bor. 8 tane sot. 8 tasi 41,5 dan berib yubordingiz. Endi bular sal yengillatib berarsiz. Bir xil yutdi, mana buni ikkitasi dabdirabat Mana ikkitasi 44 dan baraka bo'ldimi? Mana shu ikkitasi 4 million 400 ming so'mdan baraka bo'ldi akalar. Qozlar ham kelishgan. Yerda nechta 6 ta qoldimi? 6 tasini akalar 4 million 200 ming so'mdan kami bor, aloqa chiqaversa kelishtirib beradilar, xudo xolasa. Ya, kami bor. Aytilaveradi, aytilganga hech kim sotgan emas. Kamini kelishtirib beradi baribir akalar. Aloqa chiqaverasizlar. Yo'q akalar. Yana eski qo'zg'ochlarlar. Olimjon akamizning qo'ralaridamiz. Ya Ikromjon akamiz qo'ralari. Hech pulni aytyapsizlar, olmaga ular. 4,5 dan kami bor deyapti ekan. 4 million dan hammasini qilishyaptimi? 6 tasini? 5 ta olamiz deyishyapti. 5 ta, bitta qolar ekan. Mehnat qilib qo'ydik. 5 tasini. Hojibomni olaman deb tilashkilik. Hojiba 4 million dan berdingizmi? 4 million dan. Berang bu aka. Go'zal ekan qo'zlar. Rahmatli o'z kanaliga obuna bo'lib, like deb bosasizlar, yemasdan. Bitta qisillatib ham qo'yamiz.